Assalomu alaykum, qadrli Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Hop, sizlarga bitta mo'jizani, vodiyda, Namanganda bo'layotgan mo'jizani ko'rsatishga qaror qildim. Ushbu pista daraxtimiz tag qismi mana. Bu 5 yillik. 5 yil oldin ekilganda hamma eshitganlar ustimizdan kulgan. Pista daraxti pishadimi? Vodiyda pishadimi? Tog'li rayonlarda, tog'larda pishadi deyishgan. Xudo xolasa mana bugun hop pistamizni holati o'g'ralab soldi. 3 yildan beri hosil qiladi. Mana shunaqa. Pistani bu yil o'rtasini ochib kesib qo'ydim. Quyosh tushsin deb, ya'ni hosilni ko'paytirmoqchiman. Ya'ni kengroq shoxlatib, butasimon qilmoqchiman yumaloq shaklda. Shuning uchun soldik. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana odatiy pista mana uzumga o'xshab vosh-vosh bo'lib soladi mana. Qo'lim oldida ham turibdi mana. Har bitta shoxida g'uj-g'uj meva solgan. Ekkanimizda odamlar gapiravergan. Mana bunisi esa erkak. Bunisi erkagi. Hop, shunaqa naql bor ekan. Pista jup ekilar ekan, hech qachon yakka ekilmas ekan. Changlash uchun erkagini guli kerak bo'lar ekan mana. Erkagi gullab, mana guli qurigan. Mana tepalarda ham xuddi shunaqa gullari qurib yotibdi. Ya'ni vazifasini bajarib berar ekan, lekin erkagi meva qilmas ekan. Erkagi ham baquvvat. Mana bu urg'ochisi esa xuddi shundan changlanib, juda ham chiroyli hamda ko'p meva olar ekan. Inshaalloh buni ko'chatlaridan ko'paytirib sotayapmiz. Kimgadir zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, ko'chatlari bor. Adresni aytaman, olib ketishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.